Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana Toshkent shahrida Yunusobod tumanidan Anvar akam keluvdilar. Mana Anvar akamga 5500 graf ko'chirib o'tkazdik. Mana holatlari, eski holatlari. Mana hozirgi holatlari 6 oy bo'ldi. Mana Anvar aka o'sha paytda og'riqlar bo'lmadi. Og'riqlar bo'lmagan. Yaxshimi, zo'rmi? Hamma zo'r, o'zgarishlar zo'r bo'ldi. Mana 6-oy ketyapti. Mana sochlarga nima deysiz, sochlarga? Hozirgi holatiga. Holati hozir zo'r. Hamma ishonib kelsa bo'ladi. Sizga ham rahmat. Hali bu yanada qalillashadi bu. Endi 6-oy ketayotgan ekan, xudo xolasa 8 oy, 1 yilda vaqti zich bo'lib, eski holiga qaytadi sochlar.